Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz qilgan dizayn bo'yicha qurilayotgan kvartirani qurilish jarayonini sizlarga obzor qilish uchun yetib keldik. Bu obyektimiz hamma bilgan Narpa yo'lida Zarafshon Kids bog'chasi bor. O'sha bog'chani yonida joylashgan obyektimiz. Bu obyektimiz o'zi aslida 2 xonali kvartira bo'lib, mijozimiz xohishiga ko'ra bitta spalni bilan xonalarini qoldirib, qolgan xonalarini devorlarini ustalarimiz tomonidan buzib tashladik. Bizni proyekt asosida dizayn bo'yicha qilindi va asosiy devorlar mavjud bo'lganligi uchun balkon qismimizda ko'rib turibsiz, mana shu devorlar qoldirdik. Qolgan joylarni ochiq holda qoldirdik. Marhamat, tomosha qiling. Bu kvartiramizga kirishimiz bilan bizni mana shu katta zalimiz kutib oladi. Bu katta zalimizda oshxona hamda oilaviy televizor ko'rish uchun mo'ljallangan hamda mehmonlaringizni ham shu yerda kutib olish uchun mo'ljallangan xona. Bu xonamiz kattalar uchun yotoqxonaga mo'ljallangan bo'lib, bu yerda mana bu devorimizda dekorativniy panellarimiz joylashtirganmiz. Bu tarafda spalnimiz joylashadi. Bunisi devorimizda TV zonamiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, hamma qulaylik uchun elektrik montajlari hamda sharoitlar qilib yechim berilgan. Bu obyektimizni qurilish jarayoni tugallangach, biz siz bilan yana bir syomka qilish uchun kelamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang va kuzatishda davom eting.